Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, nafaqa oluvchilar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab pensiya va nafaqa olish tartibida ayrim jarayonlar boshqacha ishlashi mumkinligi haqida ko'pchilik savol bermoqda. Pul qachon tushadi? Karta kerakmi? Hujjat so'raladimi? Ishonchnoma bilan olish mumkinmi? Yashash joyi o'zgarsa nima bo'ladi? Bankka borish shartmi? Bu ma'lumotni beparvo qoldirmang. Chunki bitta kichik xatolik, masalan, telefon raqam yangilanmagani, karta muddati tugagani yoki hujjat vaqtida topshirilmagani sababli pensiya kechikishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga murojaat qilish kerakligini bosqich-bosqich tushuntiraman. Kanalga ozroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarga o'z vaqtida yordam beradi. Avvalo, eng muhim narsani aytaman. Pensiya degani bu faqat har oy pul tushadi degan jarayon emas. Pensiya tizimida bir nechta bo'g'in bor. Pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ, bank, pochta yoki yetkazib beruvchi xizmat, fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari, yashash manzili, plastik karta, telefon raqam, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Shu bo'g'inlardan bittada muammo bo'lsa, pulning tushishi kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Oldin ko'p pensionerlar pensiyasini odat bo'yicha olardi. Kimdir bank kartasiga olardi, kimdir naqd shaklda pochta orqali olardi, kimdir farzandi yoki ishonchli vakili orqali olardi. Ayrim hollarda ma'lumotlar eski bo'lsa ham tizim ishlayverardi. Masalan, odamning telefon raqami o'zgargan, lekin bankda eski raqam qolgan. Yoki karta muddati tugashiga yaqin, lekin pensioner buni bilmaydi. Yoki yashash manzili boshqa tumanga o'tgan, ammo pensiya organida eski manzil turibdi. Shu paytgacha bunday holatlar ko'pincha keyinroq aniqlanardi. Endi esa jarayonlar tobora raqamlashtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Ma'lumotlar elektron bazarda solishtiriladi. Fuqaroning shaxsi hujjat muddati, bank hisob raqami, karta holati, nafaqa turi, boshqa to'lovlar bilan bog'liq ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Bu bir tomondan yaxshi. Ortiqcha navbatlar kamayadi, pul aniqroq yetkaziladi, noto'g'ri to'lovlarning oldi olinadi. Lekin ikkinchi tomondan ma'lumotda kamchilik bor odam vaqtida tayyorlanmasa, o'zi bilmagan holda muammoga duch kelishi mumkin. 25 avgustdan keyingi yangi tartiblar haqida gap ketganda, men buni shunday tushuntiraman. Asosiy e'tibor pensionerning shaxsini aniqlash, to'lov yo'lini tartibga solish, bank kartalari va hisob varaqlarini to'g'ri yuritish. Ishonchnoma bilan pul olishda hujjatlarning haqqoniyligini tekshirish, yashash joyi va holat o'zgarganda o'z vaqtida xabar berishga qaratiladi. Ya'ni davlat kimga, nima uchun, qaysi hisobga, qachon va qanday asosda pul berilyapti degan savollarga aniq javob bo'lishini talab qiladi. Birinchi navbatda doimiy ravishda pensiya oladigan keksalar xavotirga tushmasin. Agar sizning pasport yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz bank va mas'ul tashkilotlarda yangilangan bo'lsa, odatda pensiya olishingiz davom etadi. Lekin men baribir har bir pensionerga tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirish osonroq. Masalan, birinchi holat, 38 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Har oy 1 million 200 ming so'm tushadi. Kartaning muddati 2026 yilgacha bo'lsa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, bank ilovasida yoki SMS orqali xabar kelib tursa, u kishi katta ehtimol bilan hech narsa qilmasdan pensiyasini olishda davom etadi. Lekin agar kartaning muddati 2024 yil avgustda tugagan bo'lsa, u holda pul tushgan bo'lsa ham karta orqali yechib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun karta muddatini tekshirish zarur. Ikkinchi holat, 72 yoshli onaxon pensiyasini uyiga yetkazib berish orqali naqd oladi. U kishining sog'lig'i yaxshi emas, bankka borishi qiyin. Bunday pensionerlar uchun eng muhim masala manzilning to'g'riligi. Agar onaxon o'g'lining uyiga ko'chib ketgan bo'lsa, lekin tizimda eski uy manzili qolgan bo'lsa, yetkazib beruvchi xodim eski manzilga boradi, odamni topolmaydi. To'lov kechikadi. Shuning uchun ko'chgan bo'lsangiz, albatta pensiya bo'limiga yoki mahalla orqali mas'ul xodimga xabar bering. Uchinchi holat, pensionerning o'zi kasalxonada yoki boshqa viloyatda farzandlarinikida bo'ladi. Pulni esa qizi ishonchnoma asosida olib keladi. Bu yerda ishonchnomaning muddati juda muhim. Agar ishonchnoma 6 oyga berilgan bo'lsa va muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta xodimi pulni bermasligi mumkin.
Ba'zi odamlar oldin berardi-ku deydi. Lekin yangi tekshiruvlarda hujjat muddati qat'iy qaraladi. Demak, ishonchnoma bilan pensiya oladigan oilalar hujjat sanasini hozirroq ko'rsin. 4-holat. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchi shaxs bor. Bunday to'lovlar ayrim hollarda tibbiy mehnat ekspertizasi yoki belgilangan muddatga bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan davrga yetgan bo'lsa, hujjatlar yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu odam pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas, lekin asos tasdiqlanmaguncha to'lov kechikadi. Shuning uchun nogironlik guruhi muddati cheklangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. 5-holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila. Masalan, 2 nafar farzand otasidan keyin pensiya olmoqda. Bolalardan biri 12 yoshga to'ldi, lekin o'qishda davom etmoqda. Bunday vaziyatda ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bola o'qiyotgani tasdiqlanmasa, unga to'lanadigan qism to'xtatilishi mumkin. Bu ham juda ko'p uchraydigan holat. Ota-onalar farzandim institutga kirdi, tizim o'zi biladi deb o'ylamasin. Har doim hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlar bor. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, kartasi muddati tugagan yoki yaqinda tugaydiganlar. Ikkinchidan, telefon raqami o'zgarganlar. Uchinchidan, boshqa tuman yoki viloyatga ko'chganlar. To'rtinchidan, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Beshinchidan, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki muddatli nafaqa oluvchilar. Oltinchidan, pasporti eski, ID kartaga almashtirish kerak bo'lgan, hujjati yo'qolgan yoki ma'lumotlarda xatolik bor fuqarolar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar siz har oy pensiyangizni kartaga muammosiz olayotgan bo'lsangiz, karta faol bo'lsa, pasport ma'lumotingiz to'g'ri bo'lsa, hech qayerga ko'chmagan bo'lsangiz, va pensiya turi doimiy yoshga doir pensiya bo'lsa, odatda jarayon siz uchun o'zgarmaydi. Lekin xavotir olmaslik tekshirmaslik degani emas. Men baribir kamida bir marta banka yoki telefon orqali bank xizmatiga murojaat qilib, karta va hisob raqamingiz faol ekanini aniqlashni maslahat beraman. Endi raqamlar bilan yana bir misol ko'ramiz. Aytaylik, bir pensioner 20.500.000 so'm pensiya oladi. U 2 oy davomida kartasiga kirmaydi. Chunki telefonda SMS kelmayapti. Aslida pul tushgan, lekin SMS xizmati eski raqamga ulangan. U banka bormagan. Keyin 3-oy karta bloklanganini biladi. Chunki shubhali urinishlar bo'lgan yoki karta muddati tugagan. Natijada u odam pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pensiya ajratilgan bo'lishi mumkin. Muammo bank instrumentida. Shu sababli karta, telefon, hisobvaraq masalasi juda muhim. Yana bir misol. 8 yoshli buvining pensiyasi 20.100.000 so'm. U kishi qishloqda yashaydi, pulni nabirasi olib keladi. Nabira eski ishonchnoma bilan boradi. Bank xodimi muddati tugagan deydi. Nabira xafa bo'ladi. Buviga pensiyani bermadi deydi. Aslida bank noto'g'ri qilmayapti. U hujjatni tekshirishi shart. To'g'ri yo'l bu notarius orqali yangi ishonchnoma beradi yoki agar sog'ligi og'ir bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'raydi. Shunda keyingi oyda muammo bo'lmaydi. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joylarni aytaman. Birinchi nozik masala, pensiya to'xtatilishi bilan pensiya kechikishini adashtirmang. Pensiya to'xtatilishi uchun odatda qonuniy asos kerak bo'ladi. Hujjat muddati tugashi, fuqaroning vafoti haqida ma'lumot kelishi, boshqa davlatga doimiy ketish holati, nogironlik tasdig'i yangilanmasligi, ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov aniqlanishi kabi sabablar. Kechikish esa bank, karta, texnik tekshiruv, bayram kunlari, manzil topilmasligi kabi sabablardan bo'lishi mumkin. Har bir holatda avval sababni aniqlash kerak. Ikkinchi nozik masala. Bir odamning nomiga bir nechta karta ochilgan bo'lishi mumkin. Pensiya esa aynan qaysi hisobga bog'langan bo'lsa, o'sha hisobga tushadi. Ba'zi pensionerlar menda yangi karta bor, pensiya shunga tushadi deb o'ylaydi. Yo'q, agar siz bankda yangi karta ochgan bo'lsangiz, pensiya avtomatik o'sha kartaga o'tib qolmasligi mumkin. Buning uchun pensiya to'lov hisobini o'zgartirish bo'yicha ariza kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun yangi karta olganda bankdan aniq so'rang. Mening pensiya hisobim shu kartaga ulanganmi? 3-nozik masala. Familiya, ism, otasining ismi. Tug'ilgan sana yoki pasport raqamida bitta harf xatosi ham tizimda muammo chiqarishi mumkin. Masalan, hujjatda O'g'loy deb yozilgan, bankda O'g'loy deb kiritilgan yoki tug'ilgan sana inbish o'rniga udishbish bo'lib qolgan. Avval bunday xatolar ko'zdan qochgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron solishtirish kuchayganda tizim ma'lumot mos emas deb chiqaradi. Shuning uchun bankdagi va pensiya organidagi ma'lumotlaringiz
hujjatingiz bilan bir xil bo'lishi shart. 4-chi nozik masala. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Agar odam vaqtincha farzandlariga mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan bo'lsa, pensiya to'lovining tartibi alohida bo'lishi mumkin. Bunday holatda albatta mas'ul organga xabar berish va tartibni aniqlashtirish kerak. Hech kim bilmaydi deb o'ylash xato. Chunki chegaradan chiqish, hujjat, yashash joyi ma'lumotlari turli bazalarda aks etishi mumkin. 5-chi nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zan odam o'zi bilmagan holda ortiqcha pensiya yoki nafaqa oladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tark etgan, lekin oila buni xabar qilmagan yoki nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda ortiqcha 3 oy, 6 oy yoki 1 yil to'langan summa aniqlanadi. Masalan, oyiga 800 ming so'mdan 6 oy ortiqcha to'langan bo'lsa, 4 million 800 ming so'm qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni yashirmaslik kerak. 6-chi nozik masala, merosxo'rlar va vafot etgan pensionerning kartasi. Bu juda jiddiy mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yechish, ayniqsa vafotidan keyin tushgan pullarni ishlatish huquqiy muammo keltirishi mumkin. Oilalar ko'pincha bu baribir otamning puli edi deb o'ylaydi. Lekin vafot sanasidan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Kerak bo'lsa, dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros masalasi qonuniy yo'l bilan rasmiylashtiriladi. Kartadan yashirincha pul yechish esa keyin qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. 7-chi nozik masala. Pensionerning o'zi savodsiz yoki telefon ishlatmaydi. Bunday holatda farzandlari yordam berishi kerak, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bank kartaning PIN kodi, SMS kodi, ilova paroli begonalarga berilmasin. Hatto qarindosh bo'lsa ham har bir pul yechish pensioner roziligi bilan bo'lishi kerak. Firibgarlar ko'p. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting. 25 avgustdan ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz to'xtaydi deb qo'ng'iroq qiladiganlar bo'lishi mumkin. Men aniq aytaman. Hech qachon SMS kod, karta raqami to'liq ma'lumoti, PIN kod va bank ilovasi parolini telefon orqali aytmang. 8-chi nozik masala, pensiya miqdori o'zgarishi. Ba'zan yangi tartiblar haqida eshitgan odamlar pensiyam kamayadimi deb qo'rqadi. Pensiya miqdori odatda ish staji, ish haqi, pensiya turi, ustamalar, qayta hisoblash va qonunchilikdagi indeksatsiyaga bog'liq. Bank kartaga o'tkazish tartibi o'zgargan pensiya miqdori kamayadi degani emas. Lekin agar ilgari noto'g'ri hisoblangan ustama bo'lsa yoki hujjatda xatolik aniqlansa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensiya summangiz birdan o'zgarsa, vahima qilmang. Yozma izoh so'rang. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz bormi? Muddati joyidami? Ism familiyangiz to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa yoki almashtirish kerak bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga yoki Ichki ishlar bo'limining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning o'ng tomonida yoki bank ilovasida amal qilish muddati ko'rsatiladi. Masalan, Ko'lyakish 25 deb yozilgan bo'lsa, bu avgust 2025 degani. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring. Bankdan yangi karta chiqarish, pensiya hisobiga ulash va SMS xabarnomani to'g'ri telefon raqamiga ulashni so'rang. Bank xodimidan albatta pensiyam shu kartaga tushadimi deb so'rang. 3-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Agar avvalgi raqam ishlamasa, bankdagi va kerak bo'lsa pensiya organidagi ma'lumotlarni almashtiring. Ko'p muammo aynan telefon raqamidan chiqadi, SMS kelmaydi. Kod eski raqamga ketadi, bank ilovasi ochilmaydi. Pensionerning o'z nomidagi raqam bo'lsa yanada yaxshi. Agar farzandining raqami ulangan bo'lsa, oilada kelishuv aniq bo'lsin, lekin xavfsizlik qoidalariga rioya qiling. 4-qadam. Yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar boshqa joyga ko'chgan bo'lsangiz, ayniqsa pensiyani naqd olsangiz, bu juda muhim. Mahalla raisi, ijtimoiy xodim yoki pensiya bo'limi orqali manzilni yangilang. Agar vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, to'lovni qaysi tartibda olish mumkinligini oldindan so'rang. 5-qadam, ishonchnomalarini tekshiring. Agar pensiyani o'zingiz emas, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, nabirangiz yoki boshqa odam olib bersa, notarial ishonchnomaning muddati tugamagan bo'lishi kerak. Hujjatda aynan pensiya yoki bankdagi mablag'ni olish vakolati ko'rsatilgan bo'lsin.
Umumiy ishonchnoma har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun notariusdan aniq so'rang. 6-qadam, pensiya turiga qarab qo'shimcha hujjatlarni tayyorlang. Yoshga doir pensiyada odatda doimiy hujjatlar yetarli bo'ladi. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda tibbiy xulosa yoki qayta ko'rik muddati muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning o'qishi, yoshi, oilaviy holati kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Kam ta'minlanganlik, parvarish yoki boshqa ijtimoiy nafaqalarda esa mahalla va ijtimoiy reyestr ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, pul tushmasa, darhol sababini aniqlang. Birinchi bo'lib bankka qo'ng'iroq qiling yoki boring, hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi, pul kelganmi? Agar bank pul kelmagan desa, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli mas'ul organga murojaat qiling. Murojaatda to'liq ism, familiya, JSH, telefon raqam, manzil, pensiya turi va muammo sanasini yozing. Og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa, yozma ariza topshiring va ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. 8-qadam. Hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, bank karta yoki hisob raqam ma'lumoti, ishonchnoma nusxasi, nogironlik hujjati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Telefon raqam sizga tegishli ekanini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lib qolishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ysangiz, kerak paytda sarson bo'lmaysiz. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 25 avgustdan yangi qoida bo'ladi degan gaplardan foydalanib, ayrimlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazamiz. Kod keladi, ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Rasmiy idoralar sizdan PIN kod, SMS kod, bank ilovasi parolini so'ramaydi. Agar shubhali holat bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 10-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki buva-buvingizning kartasini, hujjatini, telefon raqamini, manzilini tekshirib bering. Ular ko'pincha hammasi joyida deydi. Lekin karta muddati o'tgan bo'ladi yoki SMS boshqa raqamga ketayotgan bo'ladi. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyin bir oy yugurib yurishning oldini olasiz. Agar pensiya miqdori kamroq tushsa, nima qilish kerak? Avval bankdan tushum tarixini oling. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitob izohini so'rang. Nega kamaydi deb og'zaki baslash o'rniga yozma ravishda pensiya miqdorimdagi o'zgarish sababi bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Shunda sizga aniq asos ko'rsatiladi. Ushlab qolishmi, qayta hisoblashmi, ortiqcha to'lovni undirishmi yoki texnik xatomi? Agar umuman pul tushmasa, quyidagicha harakat qiling. 1-kun bankni tekshiring. 2-bosqichda pensiya organiga murojaat qiling. 3-bosqichda mahalla yoki ijtimoiy xodimdan yordam so'rang. Zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Har bir murojaat sanasini yozib boring. Kim bilan gaplashdingiz? Qaysi raqamga qo'ng'iroq qildingiz? Qanday javob oldingiz? Bular keyin juda kerak bo'ladi. Yana bir maslahat, agar siz pensiyangizni naqd olsangiz, lekin kartaga o'tishni xohlasangiz, bank tanlashda shoshilmang. Uyga yaqin filial bormi? Bankomat ishlaydimi? Komissiya bormi? SMS xabarnoma qancha? Karta yo'qolsa qayta chiqarish qanday? Hammasini so'rang. Karta qulay, lekin undan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringizdan o'rganing. Naqd olish ham mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin manzil va yetkazib berish tartibi aniq bo'lishi kerak. Hurmatli yurtdoshlar, asosiy gap shuki, 25 avgustdan keyin pensiya tizimidagi jarayonlarda hujjat, bank karta, shaxsiy ma'lumot, manzil va ishonchnoma masalalari yanada muhim bo'ladi. Doimiy yoshga doir pensiya olayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan, kartasi ishlayotgan odamlar ortiqcha vahima qilmasin. Lekin kartasi muddati tugagan, telefon raqami o'zgargan, boshqa joyga ko'chgan, ishonchnoma bilan pul oladigan, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar albatta tekshiruvdan o'tsin. Men sizga eng amaliy yo'lni aytdim. Hujjatni tekshiring, bank kartani yangilang, telefon raqamini to'g'rilang, manzilni rasmiylashtiring, ishonchnoma muddatini ko'ring, kerakli ma'lumotnomalarni oldindan tayyorlang. Shunda pensiya kechikishi, ortiqcha yugur bank va idora o'rtasida sarson bo'lish xavfi kamayadi. Sizda pensiya bilan bog'liq qanday savol bor? Pul kechikdimi? Karta muammo qildimi? Ishonchnoma bo'yicha qiyinchilik bo'ldimi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onangiz, buva-buvingiz ko'rsin.
kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga qonun, pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda tilda tushuntirib boraman.